Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun 15-iyul, chorshanba 2026-yil. Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Mana yosh kattalarga, erkaklarga-da endi. Tepa pas ekan, materiali nima bo'lardi? Turkiya materiali. Turkiyami shunda bu materiali? Necha pul mana shular? 95 ming. Pachkagami yo donagami? Pachkaga. Pachkaga 95 ming so'm ekan. Materiali Turkiya ekan. Hop, bunisi yoqasi bori. 75 ming. Bu yoqasi bori 75 ming. Bu HB'ni o'zi bu. O'zimiz ishlab chiqamiz. O'zlari ishlab chiqarishar ekan. Razmeri qanaqa bo'lyapti bularni? Razmer 50 dan 56 gacha. Hammasinikimi? Hammasini razmeri 50 dan 56 gacha ekan. Mana tepa pas. Mana orqasini ham ko'rsatib qo'yaylik. Yangi zullar. Hop, mana bu ham xuddi shu narx haligi aytgan. 95 ming so'm bu ham. Yaxshi. Mana yangi uzuni bor ekan, bu arzonroq bu. 20 ming. Bu tepani o'zida, tepa pas bu. Xabar. 20 ming so'm pachka narxiga. Ha. Yangi uzuni. Endi ba'da futbolkalar bor, maykalar bor mana, HB bor. Materiali, keyin Turk HB bor ekan, yana nima bor? Shu ikkovi. O'zimizning xabar, keyin turk xabar bor. Bo'ldi. Ular turk xabar. Ha. Bunisi oddiy HB. Nech pul bu Turk HB'ni o'zi? Qaysi ular 20 ming? 20 ming so'm. Bunisi? Bular 12 ming. Bular 12 ming so'm ekan. Razmeri 48 56. 48 dan 56 gachami? Ha, 48 dan 56 gacha ekan. Mana maykalaringiz nech pul? Maykalarimiz 8 mingligi bor, 12 mingligi bor. 8 ming so'mdan 12 ming so'mgachami? Yangi yo'g'i Bular Bunisi? 16 ming, 25 ming, ikki xili bor bular. buni ikki xili bor ekan. 16 ming so'm, 25 ming so'mligi bor ekan. Keyin mana maykani 8 mingdan 12 minggacha bor. 8 ming so'mdan 12 ming so'mgachaligi bor ekan. Telefon nomeringiz necha edi? Telefon nomerim nimaga endi? Mana do'konlari mana. 90lik 990 77 42 ga aloqaga chiqasizlar. Ichkarida ham hop shu ichki kiyimlar bor, mana tursiklar bor, Xitoydagi mana. Nima kerak? Ana. Hop, mana futbolkalarning kattasi, kichkinasi bor. Shunaqa mahsulotlardan bor mana. İşte boshlarni